yoqda kutish xonalari. Mana bu yoqda shifokorlar o'tiradi, so'rab kirishingiz kerak. Hozir hech kim yo'q ekan, biz to'g'ridan to'g'ri kirib ketaveramiz. Deyapsanmi, shu yerda tug'ilganing? Ko'ryapsizmi? O'zbekistonda tug'ruqxonaga kirgizmaydi. Bu yoqda qo'yadi, ruxsat beradi. Hozir bu yoqda boshqa nemis oila nima stolida bo'ladi, ko'ryapsizmi? Fanta turibdi. Endi tug'ilgan, kecha tug'ilgan ona, farzand dunyoga keltirgan onani stolidagi narsalar qarang. Juda ham qiziq menga. Hozir aytayapti, bu yoqda Nilufar aytayapti, ya'ni bu ham kecha farzandli bo'lgan, kechqurun bilan uxlamay chiqdi farzandi deyapti. Balkim sababi shudir. O'zi umuman Germaniyada nimani yeyish mumkin tug'ilgandan keyin, mana shu narsalar yeyish mumkin emas degan cheklov yo'q. Shu narsa meni har doim hayron qoldiradi. Xonalari yuvinish uchun ishlatiladi. Burada chaqaloq pampersini kiyim almashtiriladi. Mana qarang, qo'shimcha kiyimlar, pamperslar qo'yib qo'ygan. Ular toza yuvilib, uchuqlangan holatga keladi. Almashtirib kiyim tashlanadi. Ertasi kuni yana yangidan boshqa kiyimlar kiyib qo'yiladi. Mana xona mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu yoqda televizori, bu yoqda karavati chaqaloqda. Mana bu yoqda mana bunisi chaqirasiz shifokorni bosib chaqirasiz keladi. Shu uchun foydalaniladi. Gaplar, sizda ham Germaniyada farzand dunyoga keltirgisi kelib ketdim. Bunaqa imkoniyatlarni ko'rib